Bunaqa uyni ko'rib, maza qilib bitta like bosish kerak akalar. Qaranglar sharoitlarni. Juda ham chiroyli, perilalarni ko'ringlar. Baquvvat mustahkam qurilgan ekan. Qadrdonlar, ko'chasini ham ko'rsanglar, to'g'riga ketsangiz Karim bekatiga ketasiz. Mahallani ko'ringlar. Akalarim uyimizda Shayxontohur tumanida joylashgan, 8 sotuga joylashgan, 12 ta xonasi bor. 2006-yilda bitgan ekan bu uyimizni. Ichkarilarni bilan birga bitta obzor qilib chiqamiz. Sizlar ungacha like bosib qo'yishni unutmanglar. Hovliga kirib kelishimiz. Bu yerda oshxona joylashtirilgan. Oshxonani ko'rish mumkin. Bu yoqqa divanlar qo'yib qo'yishgan. Hop, bu yerda televizor, tashqarini ko'rasiz. Ko'rinib turibdi. Qishda ham, yomg'irda ham juda chiroyli manzara bo'ladi. Shu yerdan turib ko'radigan bo'lsangiz. Hop, hovlini ko'rasizlar o'zinglar. Juda ham hashamatli, chiroyli. Archalarga e'tibor beringlar. Bu yerda basseyn, bu yerda tashqariga hojatxona o'rnatilgan. Juda ham chiroylimi akalar? Endi sizlar bilan birga ichkarini ko'rib chiqamiz. Eshikdan kiraverishimiz, bu yerda chiroyli oynalar qo'yib qo'yishibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerdan pastga podvolga, ikkinchi etajga chiqsa bo'ladi. Bu yerda umumiy yuvinish xonasi. Bu yoq birinchi etajdagi o'rtadagi holimiz, zalimiz. Ko'rasizlar, mehmon kutish uchun kattagina qilingan. Hop, bu yoq tarafda bitta kichkinagina xonamiz bor. Hop, bu yerda yana bitta spalni joylashtirilgan. Uyimizning yoq tarafini ham ko'rsanglar bo'ladi. Kreslo divanlar qo'yib qo'yishdi. Bu yerda yana bitta xonamiz spalni joylashtirilgan, o'zining yuvinish xonasi bilan birgalikda. Zinadan ikkinchi etajga chiqarkanmiz, bu yerda ham bu yerda umumiy yuvinish xonasi bor. Ikkinchi etajimizni ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda kattagina zal joylashtirilgan, kattagina ko'pgina mehmonlar kutish uchun. Bu yerda mana kichkina xona. Hop, to'g'riga o'tarkanmiz, u yoqda ko'rasizlar, yana bitta hol, uning yonida bitta spalni bor, uning ichkarisida o'zining yuvinish xonasi bilan birga. Hop, bu yoq tarafda ham ko'rsanglar bo'ladi. Bitta xonamiz bor, o'zining yuvinish xonasi bilan birgalikda. Hop, bu yerdan ko'rishingiz mumkin, zalimizni, uyimizni ikkinchi etajdan tomosha qilishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qurilgan uyimiz. Shunaqa uyim bo'lsin deganda bitta like bosib qo'yinglar. Aytib o'tgandek, Shayxontohur tumani, Karima bekati bo'ladi. Farovon to'yxona yoniga ko'chadan kiradi, Qushqo'ndir ko'chasi. Hop, maktab, masjid yaqin atrofda joylashgan. Dorussalom masjidi shunday yonida joylashgan ekan. Bilasizlar, bu yerda gaz sezon muammo yo'q, kamikasi hammasi joyida. Narx-navo yer o'zi 50 ming, 55 ming bo'lib yotibdi. Shu ko'rib turgan uylarni umumiy hisobda 750 ming dollarga sotib olishyapti. Yana kelishtirib beriladigan joyi bor. Qiziqqanlar uchun past degan raqamni qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqasizlar.